Assalomu alaykum hurmatli anglag'uchilar. Xayrli kunlar. Yozg'uchi Yosinjon Sodiqcho'g'lanning Bahodirnoma nomli tarixiy romanining 3-qismini, ya'ni 3-kitobini o'qishni boshlamoqchiman. Ko'ngil qo'yib anglashinglarni umid qilaman. Kinamisa diqqatinglar undidarda bo'lsin. Milodiya 1457-yili Qashqar. O'rik pishiqi Çaz sakalları uçtek akargan Seydali alıpqa toluq qeyirliq yetken bolup, qametlik gövdesi xeylil müşçeyip qalğan idi. Yol mansa put qolları sıyqırap, asırap qalatdi. At minelmeydi. Şu günlerde onun yol yürüş quralı məbə yoki taxtaravan bop qalğan idi. Yoz kirişi bilenla yıllardakidən burun başlanğan tomuz, kişiye quyosh pastlab ketgandek to'yg'u beradi. Qashqar shahrida bir tomchimi yomg'ir yog'mag'iniga bir oy bo'lay deb qolgan edi. Qashqarning havosini tangshab turadigan tuman, qizil daryolarining suyi so'g'ilib ketgan bo'lib, timiq havo kishining nafsini bo'g'atdi. Issiqqa chidamagan Seydali olibning tuman daryosi bo'yiga joylashgan Onarliq bog'ga chiqib olganiga bir oy bo'lib qolgan edi. Nomi Onarliq bog' bo'g'ini bilan bu iqlimda tepiladigan barliq yal-yemishlar bu bog'da bor edi. Dadisi Amir Said Ahmed Mirza zamonasida tikilgan 40-50 tüp chinar quchoq yetkusiz yo'g'inab, ko'kka bo'y so'zgan bo'lib, chinarning soyisi poshining to'liliqini demaganda to'lim salqin, rohatlik edi. Oppoq yipakdan tambal, ko'nglak kiyib, 4 tüp chinarning o'ttirsiga tortilgan kat sagunchakda yonboshlab yotgan Seydali olib, ko'zlarini yerim yumib olgan edi. 4 mahram yigitdan biri bosh tarafida, biri oyoq tarafida o'tirib, qo'llaridagi qo'tos quyruqlari bilan chivin poshlarini qo'riydi. Yana 2 mahram yigit put qo'llarini yumshoq tutadi. Ko'zini yerim yumib yotgan Seydali olibning xiyollari tinishsiz edi. O'ruq mag'dursiz vujudini g'am tog'lari besib olgandek qiladi. Demisimi, mushu bir necha yildan beri oyg'oqchilarning hafta yoki oy oralab yetkazgan Xonzoda Yunusxonga munosabatli xabarlar uning ko'ngil aromiga halaqat yetkazib, g'amini borgan sir oshirib yetib boradi. Yunusxonning Turkiston, Toshkentni markaz qilib, inisi Sulton Isombog'oxondan Mo'g'uliston saltanatini tortib olish uchun hadab lashkar oziq-tulik cho'g'layotganligi, dastlab Ko'nchi amri Shirhojibekka, keyin Badaxshon hukmdori Sulton Muhammadxonga kuyovil bo'lganligi, oq kigizda o'ltirib, o'zini Sultonxon deb jakarlab, Mo'g'uliston tavasidagi bir qism viloyat oymoqlarning amir beglari bilan ostirdan til biriktirayotganligi, Mirkarimbardi beg, Aqbardi Mirzo va amir begchaklarning Yunusxonga bay'at qilib, Isombog'oxon saltanatini boyqut qilib, uch qashqari isyon bayrog'ini ko'tarib chiqqanligi uningga sir emas edi. Bundan 5-6 yil ilgari Andijonni ishg'ol qilib, butkul Andijon shahridagi xalqni xuddi poda haydagandek ko'chirib kelgan Sulton Isombog'oxon bo'lsa, to mushkamgacha ikki gapning biridala Andijon yurisining g'albisidan maqtanib, dadasi marhum Sulton Uvaysxon bir necha qitim lashkar tortibmi elishga muvaffaq bo'lolmagan shaharni o'zining og'inini donglab yuradi. Amir sarkarlari uning Andijon shahrini sababsiz tashlab qaytib kelganini ochiqdan ochiq yuziga solongani bilan bir-biriga qarab ma'nilik kulishadi. Kaynidan g'o'tildishadi, zonliq qilishadi. Albatta, Oqsuv o'rdasida Sulton Isombog'oxonning Andijon yurishini maqtab, uchirib ko'kka ko'tardigan, uni To'g'liq Temur, Amir Temur, hatto Iskandar Zulqarnaynga taqqoslab xushomat qiladigan bir turkum non-tepa amirlar bor edi. Seydali olib osh qitimqi Andijon yurishini esiga og'inida ichi ochiq bo'lib ketadi. Xonga hamroh bo'lib bormag'iniga qattiq pushaymon qiladi. Shu chog'da Andijon yurishidan qaytib kelgan Po'lat Bahodir Seydali olibga yetkichi dard to'kdi. Sulton Isombog'oxonni ahmaq, qo'rqinchoqlikda, tadbirsizlikda aybladi. Ammo Seydali olib bu ish uchun Isombog'oxonni ayblayolmaydi. U
Bu faqat Po'lat Bahodirga tasalli berishga, xonning nusratini qutlaqlashga majbur bo'ladi. Sultan Isanbug'a xon Andijon yurisining nusratini Qashqar biror oy yetkicha tabriklab davron qilgandan keyin Mo'g'uliston tavasidagi barliq viloyatlarning amirlarini poytaxt Oqsuga yig'ilishga yorliq tushirib, Oqsuda bir oygacha ziyofat bazmi uyushtirib tabrikladi. Xonning bu ziyoda dog'vozligi bir qism amirlarning xushomadgo'ylik bilan xonni ko'kka ko'tarishlari ko'ngliga yoqmagan Po'lat Bahodir bir qitimliq bazmida kayflikning ta'siridanmi aytavur xonni ayblashga jur'at qildi. Bu navbatdagi Andijon yurisining nusrati albatta janobi olam panohimizning sharpanjalik qudratidan mustasno emasdir. Janobi qibligohimiz beshimizda soyibon bo'lib turib berganligi uchunla Bahodir sarkard lashkarlarimiz jon pidolik ko'rsatib Andijon shahrini elishga muyassar bo'la oladi. Ammo to'limi afsuski yuzlagan azmatlarimizning issiq jini badaliga olgan Andijon shahrini yana shu petichili tashlab berib qaytib keldik. Ushbu so'rindagi janobi amir sarkarlarga ma'lumki, Andijon shahrida mazmut tasab turgan bo'lsak, boy Farg'ona vodisini mahkam tutib turib, ikkinchi qadamda Samarqand shahriga yurish qilib, Mavara-un-Nahir, Xuroson vodisini tasarrufimizga elishimizga asos solgan bo'lardik. Mana bu muddaimiz ro'yobga chiqqan bo'lsa, yolg'iz Andijon yurishining nusratini o'rdida tabriklab o'ltirish bilan cheklanmay, butkul el-yurtga bayram tantanasi jo'korlagan qudratlik on hazratimning shoni shavkatini 18 ming olamga taratgan bo'lardik. Shu daqiqada xushomat so'zlarini anglab ko'zi yumilib ketgan Sulton Isanbug'a xonning chiroyiga zimiston buloti soy tashladi. Po'lat Bahodirga yoqtirmagan nazarda qarab qo'ydi. Bu gapcha qudratlik olam panohimizning shavkati xiralashdi demoqchimisizlar? Dedi o'rda ishkog'isi Zunun Do'g'lat o't quyruqlik qilib. Yo'qsa, dedi Po'lat Bahodir Zunun Do'g'latning ko'ziga mixdek tikilib turib. So'zimda zinhor undaq ma'no yo'qdir. Bu gapni amda deyishning nima hojati? Dedi Zunun Do'g'lat texim azvaylab. Sizlar Andijon yurishining amir lashkari bo'lgandikin, ushbu muddalardan qibligohimizni o'z vaqtida vaqiflantirishlari kerak edi. Amdilikda Andijon yurishining nusratini xiralashtirilgan iboralarni qilganlari shubhisizki Andijon yurishining nusratini inkor qilganliklari bo'ladi. Bu xuddi tomoqni etib mehmonning oldiga qo'yib bo'lganda atgam ishim o'xshamabdi degandek gap bo'lib qolmamdi. Po'lat Bahodir Zunun Do'g'lat bilan munoziralashishga oldirmadi. Shu daqiqada uning ko'zi Sulton Isanbug'a xonning ko'zi bilan uchrashib qolgan edi. Zunun Do'g'lat Po'lat Bahodirni cho'kirib xonga xushomat qilaman deb, amaliyotda Sulton Isanbug'a xonni o'ng'aysiz ahvolga tushirib qo'ygan edi. Po'lat Bahodir uning bilan zakonlashay desa, xonning texmi o'sal bo'lishidan ansirab, jim turib olay desa, Zunun Do'g'latning texmi azvaylab xonni echitishidan voyim yeb qolgan edi. U bir necha daqiqa o'ylanib olgandan keyin eg'iz ochdi. Yana bir qitim ta'kidlab qo'yay. Janoblari kaminaning muddasini tushunmagan o'xshaydilar. Tushunmagan so'zdan bilarmanlik qilib ma'ni izlash to'lmi bema'nilikdir. Yaratgan Alloh egam, avomning osoyishligi, olamning tartib intizomini, saltanatning shavkatini oliy martabalik xon sultonlarning lutfi ihsoni bilan qahr g'azabiga qaraydigan qilib yaratgandir va tasarrufidagi hamma al-kunni uning itoatida bo'lishga buyurgandir. Oyat karimda Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish boshqaruvchilarga bo'ysuninglar. Har ishda qat'iy hukm qilguvchi yana Allohdir deyilgan. Biz faqat Andijon yurishida janobi qibligohimizga farmonbardorlik qildik. Albatta, maslahat tadbirlarimizni ham oyimidik.
Bahadır qıstab kelgan g'azabini besib elib, o'ziga hoy berdi hamda so'zning oyog'ini yutib etdi. Sultan Isom Bug'axonga yer tegidan qarab qo'ydi. Janobi amirlarning ushbu bazmi so'rinini munozara so'riniga aylantirib qo'ymasligini umid qilaman. dedi Saydali olib, munozaraning davomlashishiga yo'l qo'ysa, yaxshi oqibat kelib chiqmaydiganligini, Sultan Isom Bug'axonning to'limi kayfsizlanib o'ltirganligini his qilib. Andijon yurishining nusratini albatta bazma, hatto bayram bilan qutlug'lashga loyiqdir. Po'lat Bahodir janoblarining muddasi ham shundoqdir. Jang yurishlarda g'alaba nusratning navbati bo'lmas. Marhum jannat makon sultonimiz Uvaysxon oliylari shuncha urinibmi echishga muvaffaq bo'lolmagan Andijon shahrining darvozasining janobi qiblagohimizning qudrat soyasida echilishi albatta yaxshilikdan bishoratdir. Allah xohlasa puxta tayyorlik ko'rib qayta yurish qilg'aymiz. Balkim Andijonnala emas, Samarqand, Hirot darvozalarini echib, zafar tug'imizni ushbu shaharlarning darvoza sepillariga qadag'aymiz. Saydali olibning bu so'zlari so'rindagi jiddiy kayfiyatni birdilla yumshatdi. Isom Bug'axonning chiroyig'imi qaytadan villada kulki yugurdi. Amirlar qaytadan qadah so'qishtirib, tilak bildirishga kirishdi. Alloh egam shundoq qilishga nasib qilg'ay. Olam panoh sultonimizning shirpanjisi har qanday mustahkam qal'aning darvoza qo'qlarini echishga qodirdir. G'alaba uchun, nusratlik Samarqand yurishi uchun, nusratlik Hirot yurish uchun, balkim Bag'dod, Damashqlarga yurish qilarmiz. Anarliq bog'dan uchib o'tgan qog'ining qoqildishi Saydali olibning xiyollarini uzib qo'ydi. U cho'chib beshini ko'tardi. Uni yelpib o'tirgan mahram yigit beshini egib turib izohat berdi. Yaqindan beri shaharda qog'i ko'payib qoldi-g'otam. Otayli desa qo'nmay uchib ketadi kasofat. Saydali olib lom jim demidi. Usullik ichanlar hazardan. Yo'q, dedi Saydali olib beshini qaytadan yostiqqa tashlab. Mahramlar amirga gap xushyoqmayotganligini his qilib, untinsiz chivin boshi qo'rishga kirishdi. Saydali olibga mahram yigitning yaqindan beri qog'i ko'payib qoldi degan so'zlari ta'sir qilgan edi. Shahrimizda qog'ining ko'payib qilishi yaxshilikning bishorati emas. Ota-bovlarning qog'ining qoqildishi shumliqdan bishoratdir deydigan gapi bor. Herhalde texmi ehtiyotchan bo'lgan tuzuk. Cho'ng yog'i burnimiz qilib purab turdi. Onun yuzlanmay qutulg'ili bo'lmasmi zodi? Cho'ng yog'i burnimizga purabla turdi. Onun yuzlanmay qutulg'ili bo'lmasmi zodi? Saydali olib asta bir yonga o'rildi-da, bir necha yildan beri Turkistonda lashkar oziq-tulik cho'g'lab Mo'g'ulistonga xiris qilib turgan Yunusxonni ko'z oldiga keltirdi. U Xonzoda Yunusxonning Shirozdan Mavara Nahiri hukmdori Sulton Abu Said Mirzoning taklifi bilan qaytib kelganligidan to'limi kechikib xabar topgan edi. U Yunusxonning qaytib kelganlik xabarini olgan vaqtida Yunusxon allaqachon ko'nchi amiri Shirojibegning qizi Isom Davlatxonim bilan emas, Badaxshon hukmdori Sulton Muhammad Xonning qizi Shohbegim bilan to'y qilib bo'lgan edi. Bu xabar uni qattiq cho'chitdi. O'zining to'limi bexud turib qolganligiga pushaymon qildi. Yunusxonning ahvolini, o'y-xayolini texmi tafsiliy bilib kelish uchun Turkiston, Ko'nchi, Badaxshon vodisiga orqa-marqa oyg'oqchiman qo'zdi. Aqsuga Sulton Isom Bug'axonga jiddiy ma'lumot yo'llab, uni kuchli dushmandan ogohlantirdi. Ammo Sulton Isom Bug'axondan xeyli mazgilgacha javob kelmadi.
Texchilar Andijon yurishning g'albisidan oyojini besilmagan Sultan Isanbog' Xon o'rda ishlarini amirlarga tashlab qo'yib, yayloqqa ov tomoshasiga chiqib ketgan edi. O'sha chaqda Oqsuvdagi bazmida Po'lat Bahodir bilan Zunon Davlat o'rtasida yuz bergan munozaradan keyin uzoq o'tmay Isanbog' Xon Qumul viloyati tavasini Mo'ng'ullarning parakanda qilganligini bahona qilib, Po'lat Bahodirni sharqiy chegarani tinchitquchi buyuk sarkarda degan nom bilan Qumulga avatib etgan edi. Bu xabar Qashqarga yetib kelganda Amir Saydali olib to'limi afsuslandi. Ammo Po'lat Bahodirni Oqsuvga qaytarib kelishga amalsiz qoldi. Shu kunlarda Sulton Isanbog' Xonni saltanat ishlariga da'vat qilib, o'yin tomosha, bazmi barovatlardan to'sib, dushmandan ogohlantirib turg'idek tuzuk amir yoki sipohlar yo'q edi. Ulug'bek Mir Muhammad Shoh Sulton Isanbog' Xon Andijon yurishdan qaytib kelib, 6 oydan keyin og'ir mayli qazo qilgan edi. Navoda hayot bo'lgan taqdirdami, saltanat ishlaridan allaqachon qo'l uzgan Qiyri buvayning nasihatlarini Isanbog' Xonning anglishi notayin edi. Isanbog' Xon Andijon yurishining g'albisini ko'z-ko'z qilish xumaridan chiqolmay, buvisining qorisini 40 kun tutishga oran chidagan edi. U bazmi barovatga qaytadan xumor bo'lib qolgan bir to'p xushomatchi amirlarning qo'rshovida qolgan edi. Saydali olib tog'isi Mir Muhammad Shohning o'lim patisi uchun borgandan beri yoshinib, teni borgan sir ojizlab qolganlik uchun Oqsuvga qaytib borolmadi. Gerçi Isanbog' Xonning yanida 2 o'g'li Soniz Mirza bilan Muhammad Haydar Mirza bo'lsa-mu, ular texi yosh edi. Xonga maslahat, yo'l ko'rsatgudek obro'yi ham tajribasi yo'q edi. Ular faqat o'rdadagi ishlardan dadasiga pat-pat ma'lumot yo'llab, xabarlantirib turalaydi. Saydali olib bir tarafdan o'rdaga Yunus Xonning ahvolidan to'xtamay ma'lumot yo'llab, Sulton Isanbog' Xonni lashkariy hozirlik ko'rishga da'vat qilsa, yana bir tarafdan Qashqarda o'z oldiga lashkar to'plab, mashqlantirib, oziq-tulik hamlab, shahar sipilini mustahkamladi. Sarkardasi Olchinbekni buyurib, muhim o'tkal, davon, tog' eg'izlariga lashkar o'rinlashtirdi hamda Yunus Xonga uning Turkistonga qaytib kelganligini muboraklaydiganligini bildirib, shundaqla qarindoshlikning yuz xotirasini qilib, inisi Isanbog' Xondan taxt saltanat da'vosi qilib, lashkar tortib kelmaslikka, Otimiros zaminini rahimsiz urush maydoniga aylantirib qo'ymaslikka, oradagi nizo-adovatlarni suhbat yo'li bilan tinch hal qilishning imkoniyatini qilishga undab, ogohlantirib, bir necha qitim xat avatdi. Lekin avatgan xatlarning hammasini Yunus Xon javobsiz qoldirdi. Ammo fursat pishib yetilmadi deb qaradimi yoki lashkariy hozirliklari bitmadimi, aytavur bu bir necha yilda lashkar tortib kelmadi. Lekin Saydali olib buninglik bilan xotirjam bo'lolmadi. U ayg'oqchilar orqali Yunus Xonning Mo'g'ulistonga yoshirin elchilarni avatib, har qaysi viloyatlarning amirlari bilan maxfiy suhbat o'tkazib, ularni qo'lga keltirishga, o'zini qo'llashga undayotganligidan xabar tepib turdi. Yunus Xonning taxt saltanatini tal-to'kis qo'lga elish uchun ha deganda lashkar tortib kelishga oldirmay, bir qadamdan tuzayotgan bu yumshoq hujum tadbiriga qoyil bo'lmay turolmadi. Ochiq-oshkora lashkar tortib qilich yalang'ochlab kelganidan maxfiy yo'sinda bo'lgunchilik solg'ani yomon. Cho'ng Xonzoda haqiqatan har tarafdan pishib yetilibdi. Uning Bag'dod, Shiroz qatorliq katta shaharlarda Ustoz Yunus degan nomi bekorga taralmagan ekan. Texmi qattiq ehtiyot qilsam bo'g'idek, deb o'zini ogohlantirib turadi. U Yunus Xon bilan til biriktirib olish ehtimoli bor deb faraz qilgan bir qism viloyat, shaharlarning amir-baglarini almashtirib etish taklifini bergan bo'lsa-mu, lekin nima uchundir Sulton Isanbog' Xon bu taklifga e'tiborsiz qaradi. Shu sababdan u xondan xeyli ranjib qoldi, lekin boshqa chora topolmadi. Qerib qolgan, ilgirga kuch jasorati qolmagan, o'rdada Po'lat Bahodirdek kuchli qo'llag'uchilardan ayrilib qolgan Saydali olibning
Onundan artıq iş qilishqa mağdur yetmeydi. Şoňa o Sukəgəcə toğan seliş üçün barlıq zihnini Qashqarda küçlük düşmənge taqabil turalıqdək jangovar sarxil qoşun təşkilləşke qaratdı. Qish kirishi bilan u xeyli xotirjam bo'lib qoldi. Chunki har qancha qaram sarkardimi Turkiston bilan Qashqarning oraliqidagi xatarlik tog'davallardan eshib Manglay suyer deb ataladigan bu munbat bo'stonliqqa lashkar tortishga petinolmaydi. Shundaqdimi sarkard lashkarlarni qishliq o'g'i tashkillab mashqlantirishni to'xtatib qo'ymadi. Lashkari mahorati, jang tadbirlari va qattiq qo'lligi bilan Mo'g'uliston tavasida emas, Turkiston, Farg'ona, Mavara-un-Nahir, hatto Xuroson vodiysidami nomi pur ketgan Saydali Olibning sarkarda lashkarlari haqiqatan mahoratlik, jasoratlik azmatlardan bo'lib yetishgan edi. U qo'l ostidagi 15 ming sarkarda lashkari bilan Yunusxonning har qancha lakming lashkari bo'lsin, chekindira oladiganligiga, uni mag'lub qila oladiganligiga ishonadi. Ammo yeshining cho'ngib qilishiga agishib, ömürning yor bermaydiganligidan, putqolada mag'dur quvvatning qolmaganligidan voyim yetdi. Yunusxonning lashkar tortib kelishini ham xohlaydi, ham xohlamaydi. Uningcha bo'lsa, Yunusxon mangu lashkar tortib kelmasa, Mo'g'ulistonga tahdid solmasa, inisi Isom Bug'axonning taxt saltanatiga ko'z tikmasa, balki og'i ini qarindoshlik mehrini qayta urg'itib, bir-biriga yor yo'lak bo'lib, inoq o'tsa, o'zimi ana o'shundoq mehr muhabbatga to'lgan go'zal manzarani ko'rib xotirjam ko'z yumsa. Biroq Yunusxon uning bu orzu-armonlarini, o'y-xayollarini kaskinlik bilan rad qilgan edi. Orqin-orqa yo'llagan maktublarning javobsiz qelishi bu reallikni isbotlab turadi. Shunga u Yunusxonning tezroq lashkar tortib kelishini muxolif qilgan edi. Mushunchalik kuch mag'durining bor vaqtida Yunusxon bilan bir tutish baqsa, uningga ro'bro kelib, o'z og'zi bilan ikki og'iz nasihat qilib baqsa. U Yunusxonni tamoman mag'lub qila oladiganligiga ishonadi. Biroq mag'lub bo'lgan xonzoda uning nasihatiga quloq solarmi? Inisi bilan ap o'tishga unarmi? Agar nasihatiga quloq solmasa-chi? Saydali Olib bu xiyolining davomini faraz qilishga jur'at qilolmaydi. Sulton Isom Bug'axonning oqsi Yunusxonga raqib bo'lolmaydiganligini obdan biladi. Kunlarning birida uning oqsining qo'lida taxt saltanatdan ayrilib, Alloh bo'g'inini ko'rishni, faraz qilishni xohlamaydi. Shundaqla Xonzoda Yunusxonning o'z qo'lida halok bo'lishini ham xohlamaydi. Ishqilib Amir Saydali Olibning xiyollari ziddiyatli edi. Uning uchun Sulton Isom Bug'axon bilan Shahzoda Yunusxon qo'lning olqini bilan dumbisiga o'xshaydi. Qo'lning olqinini kessimi, dumbisini kessimi o'xshashla og'riydi. U har qancha boshqa turibmi, og'i inilarning taxt saltanat mojarosini hal qilgudak yaxshiroq tadbir topolmadi-da, oxiri Yunusxon lashkar tortib kelgandan keyin ahvolga qarab biror amal tepish xiyoliga keldi. Saydali Olib qishni ana shundoq ziddiyatlik o'y-xiyollar ilkida o'tkazdi. Tunji bahorning shapisi kelishga boshlagan kunlarda o'rtadan tuyuqsiz Sulton Isom Bug'axonning yorliqi keldi. Yorliqda Saydali Olibning No'ro'z bayramiga ulgurib, xotin bolalari bilan Oqsuga kelishi buyurilgan, lekin sababi eskartilmagan edi. Yorliqni topshirib olgan Saydali Olib vaqtni hisoblab ko'rib, darhol yo'lga chiqmasa, vaqtida yetib borolmaydiganligini his qildi-da, cho'ng og'ichisi Uz Sulton Malika bilan ikkinchi og'ichisi Bibi Oyat xonimni darhol safarga jablanishga buyurdi. O'ng'ul-do'ng'ul qatang yo'llarda mapida yurgandan otda yurgan rohatlik edi. Bir umr otda yurib odatlangan Saydali Olib uchun texmi shundoq edi. Lekin o'riqlab bir teri bir ustixon bo'lib qolgan Saydali Olib ot ustida tuzuk o'ltiranmadi. Egarning ustiga selingan ko'rpini sag'risiga mixdek patatdi. Amalsiz mapiga olmishga majbur bo'ldi. Lekin mapini ancha rohatlik emas edi. Mangdamda bir uchirgan katanglardan mapi qattiq silkinatdi. Har bir silkinish uning jinini qaqishtatdi. U
Әні ашындaq мың bir müşaqqatda Novruz bayramının harpısıga ülgürüp Aqsuga keldi. Sultan İhsan Buğa xandan başqa barlıq əmirlər onu şəhərinin sırtıdan 3 parsaq yiroqlikqa chiqib kutib oldi. Katta həşəm bilan ordaga elib kirdi. Sultan İhsan Buğa xan bu mötəvər sərkərdəsini 9 paylik şahsupunun 10 tərəfiga qoyulğan, faqat ulusbeglik mərtəbəsiga erişkən kişilər o'tiralaydigan Boğusu Mir Muhammad Şah ölüb ketgandan beri bo'sh turgan kursida o'ltirg'izdi. Saydali olib, yaqin atrofdagi viloyat, shahar, tumanlarning amirbeglarini ordaga yig'ilganini ko'rib, biroz hayron qoldi. Xonning odatiga xilof holda buncha bola amirbeglarni ordaga yig'ibog'ini tushunmay taajjublandi. Xon oliylari ajab bir bemahal vaqtda orda yig'ilish qilib qopdi. Zakarlaydigan qandoq muhim ishi bor bo'g'iydi. Yoki Og'is Yunus xonning lashkar tortib kelishini kutmayla Turkistonga lashkar tortib borg'isi kelib qoldimikin. Necha vaqtdan beri yo'llagan ma'lumotlarimni javobsiz qoldirib o'tibdi. Uningga kim bundoq aqlni ko'rsatgandi? Bir hisobda bu bo'g'idek. Biroq men bu ahvolimda xon oliylariga hamdam bo'lib, lashkari yurishga chiqolmayman-da. O'rtada Po'lat Bahodir texi bo'lmasa, xon oliylarning qandoqsiga xotirjam avatkili bo'lsin. Yo'q, buni to'sish kerak. Eng yaxshisi Yunus xonning lashkar tortib kelishini kutish kerak. 4-5 yildan beri har qancha kam hozirliklari bo'lsa-mu kutgandi. Yunus xon cho'qim lashkar tortib keladi. Oldiga berishning hojati yo'q. Sultan İhsan Buğa xan Saydali olibning horg'in chiroyidagi taajjubni ko'rib, pixildab kulib etdi. O'zlarini ozoda tutsalar Amrul Umara janoblari, dedi İhsan Buğa xan eg'iz ichib. Hazratlarini oldirab tenab yorliq tushirib o'rdaga chaqirtishimizdagi muddo shulki, bir nanchidan o'zlar bilan didor muloqotda bo'lmoqlar bir necha yil bo'lib qopdi. Didorlarini seg'indiq. Ikkinchidan ulug' Novruz oyimida jam bo'lib, bir necha vaqt g'olmon bo'layli dedik. Garchi aloqa maktublar bilan maqsad muddalarimizni bilishib turgan bo'lsak-mu, bir dasturxonda o'tirib muloqotda bo'lishning hukmi boshqa bo'ladi ekan. Uchinchidan, bizga og'i bo'lmish Yunus xon Abu Said Mirzaning kuch ko'ritishi, Mir Karim Bardibek, Axbardi Mirzo va Amir Bekchaklarning hamdamda bo'lishi, Kunchi Amri Shiroji Begning isyon tug'ini ko'tarishi, Badaxshan Amri Sulton Muhammad xonning qizini berib kuyovul qilib elishi bilan ona jamat simini bo'lmish Turkiston vodisida bizga qarshi yog'i bayrog'ini tiklab, hadab lashkar jo'g'layotganligi va saltanatimizga tahdid selayotganligiga birlikda chora tadbir ko'rish. Eng muhimi, ayni yili Andijon yurishiga otlanish oldida hazratlarga bergan va'damni amalga oshirishdir. Bu va'damizni bu yil Qurboniyatda amalga oshirishni niyat qilgan bo'lsak-mu, yo'qolan sabablar bilan vaqt chiqaramay g'ayratga kelanmidik. Yaratgan egam vaqt soatni amdi bergan o'xshaydi. Saydali olib İhsan Buğa xonning oxirgi gapini damalliqqa zehniga ololmay, oqirib ketgan o'skining qoshlari ostidagi ko'zlarini chimchiqlatdi. Xonning ayni yili o'ziga qaysi ishni va'da qilganligini eslashga tirishdi. U İhsan Buğa xonning javob kutib turgan ko'zlaridan ko'zni apqichib, pastda o'tirgan amirlarga nazar tashladi. O'ng tarafdagi oldingi qaratda o'tirgan amirlarning orasida o'g'li Soniz Mirza bilan Muhammad Haydar Mirza o'tiradi. Uning nazari Muhammad Haydar Mirzaga tushishi bilan Sulton İhsan Buğa xonning maqsadini darhol tushundi. Asiyodi Yunus xonning lashkari yurishiga qandoq taqobil turish bilan bo'lib ketgan Saydali olib xonning bu va'dasini yaqinqi bir yildan beri esidan chiqarib qo'ygan edi. Shu hamon vujudiga illiq bir sezim taraldi. Hayajondan aytavur burnining uchi echib, ko'ziga mo'lladi yosh keldi. Das o'rnidan turib, xonga qaytadan tashakkur bildirdi.
Cenab-ı Kıbligahimizning himmetiga tasanno. Hayacandan ovozi bo'g'ilgan Saydali olib, ortiqcha gap qilolmadi. Əmirlər xan bilan bu qeyri əmrinin o'ttirsida qandaq va'da putin bo'lganligini bilishga qiziqib, nazarini birdi xonga, birdi Saydali olibga o'tirishadi. Tasanno etishlari hojatsiz, janob Əmir. Qani, joy olsunlar, dedi Isanbog'a xon. Ondan tövəndə o'ltirgan əmirlərə yuzlandi. Janob Əmirlərə sir qilmasin ki, ayni yili Andijon yurisiga otlanganda Amirzada Saniz Mirzning to'yini qilib, shu bahonada el yurtga osh berib, el kunning duosini olgan edik. Shu chaqda Janob Amrul Umar og'a keyinchi vaqt soati kelganda ikkinchi Amirzada Muhammad Haydar Mirzaga cho'ng malikam Davlat Nigar xonimni nikohlab berishga lavzi qilgan edim. Mana Alloh egamning inoyati bilan ul va'dimizni amalga oshiradigan kun oxiri keldi. Ati Nuruz oyim, shundaqla Amirzada bilan Malikining to'yi. Cho'ng kichik amir baglarning hammasi durud o'rinlardan turishib, Sultan Isanbog'a xon bilan Saydali olibni qutluqladi. Muhammad Haydar Mirzani muboraklashdi. Qudratlik adolat panohimiz bilan Amrul Umara janoblarining qudi bo'g'iniga qutluq bo'lsin. Qo'ymi xosiyatlik ish bo'pti. Allah egam ushbu quduliqning xosiyatidan saltanatimizni o'z panohida saqlab, el yurtga osoyishlik ato qilg'usi. Panohgohimiz adolatning, bahodirlikning homiysi bo'lib qolmasdan, vafo, sadoqat, lavz ahlining yegona sultonidir. Qibligahimiz va'diga qandoq vafo qilishni, lavzida qandoq turishni bizga ko'rsatib qo'ydi. Ko'raganlik martabasi muborak bo'lsin. Maliki Davlat Nigar xonim go'zallik mamlakatining sultonidir. Oltin uzukka yoqut ko'z qo'ygandek ish bo'pti. Shundoq qilib, Muhammad Haydar Mirza bilan Maliki Davlat Nigar xonimning to'y ma'rakasi Navro'z bayramining tantanasi bilan qo'shilib, to'limi tantanalik o'tkazildi. Ot baygisi, o'g'loq tortishish, qo'shqar, to'xu so'qishtirishlar avjiga chiqdi. Darvozlik, sehrgarlik, mashrablar Aqsu shahrining ko'cha rastlarini qizitibdi. Udan 7 kungacha o'rda oldi va har qaysi cho'ng jama masjidlarining oldiga esilgan to'y qozonlarida polo, sho'rpalar qaynab turdi. Aqsu shahridagi barcha xalq, jumladan yetim yesir, g'erib musofirlar, tul xotun, yetim o'g'illar 7 kungacha qo'saqning xemidan qutuldi. Sultan Isanbog'a xonning bu to'yni 40 kun davomlashtirg'isi bor edi. Lekin Saydali olibning Yunus xondan iborat kuchlik raqibining tog'ning u tarafida qilish yolg'onlab, taxt saltanatga xiris qilib turayotganligini qayta samiga selishi bilan to'y bazmisini to'xtatishga majbur bo'ldi. 8-kuni saharda o'rdaga qobulga chiqqan Sultan Isanbog'a xon salom sahatdan keyin kuyovli Muhammad Haydar Mirzaga ko'raganlik martabasini in'om qildi. Ondan o'rdadagi bir qism ishchilarning martabasini rasmiy amirlikka o'stirib, lashkariy divonning bir qism sarkarlariga Bahodir, Arslan, Pahlavon, Azimat, O'g'lon, Shir degandek lashkariy unvonlarni berib, yorliq tushirib, dastak tarqitib berdi. Martaba unvonlari o'stirilgan amir sarkarlar xonga minnatdorlik bildirishdi. Bu Saydali olibning Sultan Isanbog'a xonga bergan taklifi edi. Shunday qilish orqali amir sarkarlarning saltanatga Isanbog'a xonga bo'lgan sadoqatini texmi changishni o'ylagan edi. Buningga ulabla lashkariy kengash elib berildi. Yunus xonga taqobil turish tadbirlari tuzildi. Xeyli xotirjam bo'lib qolgan Saydali olib o'g'li Saniz Mirzani Qashqarga birga olib ketish uchun Sultan Isanbog'a xondan ijozat so'radi. Sultan Isanbog'a xon Saydali olibning qerib qolganligini tunji qitim his qildi. Birpas xiyol surib o'ltirib ketdi. Amirul Umara janoblarini endi Qashqarga avatmay, saltanat ishlarining g'emidan xalos qilib o'rdada qo'yma ep qolgan bor edi.
Толымы әпсоз. Қашқарға yanılı özleri болмысла болмайдығандақ қылыды. Әмірзады Саныз Бахадыр Мырзымы сылы білән білі басын. Ярлық, dedi İhsan Buğaxan Mırza divanının pərmandısıға qarab. Sanız Bahadır Mırza Qashqarning naib əmirlikiga qo'shimcha o'rinbosar əmirləşkərliki tayin qilinsin. Shu hamon yorliq putilib Sanız Mirzaga berildi. Saydali olibning ko'ngli pukini dal mushi edi, lekin maqsadini xonga deyamagan edi. Saydali olib Qashqarga qaytib kelgandan keyin ma'muriy ishlarni o'g'li Sanız Mirzaga topshirib berib, o'zi lashkariy ishlarni bir qo'lliq tutdi. Türkistan Toshkentga oyg'oqchi mang'izdi. Oyg'oqchilarning uzildirmay yetkazgan ma'lumotlardan Yunusxonning pat yaqinda Qashqarga lashkar tortib kelganligini jazmlashtirdi. Yunusxon hargizmi Mo'g'ulistonning boshqa viloyatlariga avval tegish qilmaydi. Mo'g'ulistonga kirsimi Qashqar orqali kiradi. U baxmi aqlliq. Mo'g'ulistondan kichik ayrilib ketgani bilan bu mamlakatning ahvolini necha yildan beri pishiq egiladi. Besh qo'ldak tushandi. U Qashqarni ishg'ol qilib, meni avval ko'zdan yo'qotmoqchi. Shunda qila olasizlar, Mo'g'ulistonning taxt saltanatini osonlik qo'lga ola oladiganligini biladi. Balki meni qerib qoldi, jangi yormaydi, qarg'i kelmaydi deb o'ylab qolgan bo'lishim mumkin. Rost, qerib kushmoqdurimdan qoldim. Lekin tenim saq, aql o'shim joyida. Yunusxonga tetig'uchilikim bor. Qani sarkard lashkarlarni boshlab kelib baqsin. Uni o'zini chog'lamay Qashqarga lashkar tatqinga pushaymon qildirib etmasam. Yani 5-10 yıl bu tasarruf qilishga tatib kelinmaydigan qilib etmasam hisob emas. Onungacha o'lib tatib qolsammi, Sultan İhsan Buğaxan oliylari saltanat ishlariga pishadi. Ikki o'g'limmi har xil qazonlarda qaynab, saltanat ishlariga yor yo'lak bo'g'idek, biror qo'shinga boshchilik qilolug'idek bo'lib qoladi. Qalğınağa yaratqan egam taqdir peshonasiga putkinini ko'rar. Iroqning g'amini oz qilay. Ma'lum bo'g'ay. Ayib Amir janoblari ko'rishga ijozat so'raydi. Qat saginchakda xiyol surib yotgan Saydali olib, paryostiqdan osta beshini ko'tardi. O'ttir yoshliq Mahrambegi beshini egib, qo'l bog'lig'inicha buyruq kutib turadi. Ijozat. Ayol o'tmay Sanız Mirza ikki navkarni agashtirib yetib keldi-da, egilib salom berdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dedi Saydali olib, hozirli jangga tushirgandek jang kiyimi kiyib olgan o'g'lining do'bilg'i savodlariga havas bilan qarab. Xo'sh, bu yoqqa kelib o'ltirsizlar o'g'lim. Sanız Mirza kat saginchakning dadisi ko'rsatgan tarafiga kelib o'ltirdi. Qani xo'sh, dedi ota o'g'lini so'zlashga undab. Oyg'oqchilardan ma'lumot keldi. Xonzod Yunusxon sarkard lashkarlar bilan qo'zg'ilibdi. Oxiri yo'lga chiqibdi-da. Saydali olib o'g'lining ko'ziga tikildi. Ma'lumot ishonchlikmi? Toza ishonchlik. Yunusxonning hozirgi aniq o'rni nada ekan? Sanız Mirza bir daqiqa turib olib javob berdi. Oyg'oqchilarning ma'lumotidan qaraganda, texi tasarrufimizga kirmagan o'xshaydi. Yunusxon yo'lga chiqishaman oyg'oqchilar xabar yetkazish uchun bu yoqqa mangan ekan. Saydali olib ko'zni yerim yumg'unicha bir bas xiyol surib oldi. Yo'lga chiqqani rost bo'lsa, yana haftada Qoratog' eg'iziga yetib kelarligidek. U o'g'liga jiddiy tarzda qaradi. Darhol terak davon,
çığınaş, otsalar, qarangılık. Mən yoldaki bargaq sərkərdlərə pərmanımni yetküsünlər. Ular əslidəki tədbir boyunca Yunusxan ləşkərlərinin aldını tosmay ötküzüb etsin. Özlərini daldığı elib bu mühim ötkənlərdə fəqət ləşkər turğuzulmağandək halat şəkilləndirsin. Pərman qattiq icra qılınğay. Baş üstüge, dedi Sanız Mirza dəs o'rnidan turib. Orduğa dərhal məlumat yollansın. Xan aliləri həmdəmçi ləşkərlərini tezdən yolğa sağay. Sanız Mirza pərmanını icra qilish üçün aldıraş yandı. Səydəli alıb pəryastıqa qaytadan yönəlgənicə çonqur xiyalğa əsir boldu. Şu tapda o Xanzadə Yunusxan bilan bo'ladigan jang haqida plan tuzib atlatdi. Ləşkərlərini qayerga o'rinlashtirish, böhtirmini qayerga qo'yish, Çağdavullar bilan Çapavullarni, Barangar qo'shin bilan Cheringar qo'shinni qandoq moslashtirish, jang sepini qandoq shaklda tuzish haqida bu peshqadam sarkardining ko'nglida aniq son bor edi. Chunki u 4-5 yil ilgari Yunusxonning qaytib kelganlik xabarini anglagan chog'da gohi otliq, gohi taxtiravonda o'ltirib, yov lashkarlarining keladigan yo'llarini, bu yo'llarning tabiiy sharoitini tafsiliy tekshirib chiqqan, mudofiaga, hujumga atlik yerlarni ko'nglida mo'ljallab bo'lgan edi. Kelsin, kelaversin. Yunusxon shuncha nasihat qilib avatgan maktublarimga parvo qilmadi. Qaraganda yog'i qilmoqdan boshqa amal yo'q o'xshaydi. Ey yaratgan ega, o'zing madad bergaysan. Bu el yurtni, taxt saltanatni panohingda saqlag'aysan. Hurmatli anglag'uchilar, bugun kitobni mushagicha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglag'anlarga rahmat. Xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.